Zlatan Ibragimovich Cristiano Ronaldoni yomon ko'rishini bir qancha argumental sabablari bor. Bularga eng yaqqol misoli Ronaldo Zlatan bilan o'zaro qarama-qarshiliklarda ustun va bu qarama-qarshiliklarning eng kattasi Portugaliya Shvetsiya o'yinida bo'lgan. Jahon chempionati saralashi Shvetsiya Portugaliya Ronaldo tomonidan butun Shvetsiya va Zlatan qo'shib ko'milgan oqshom. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying, hozir o'sha oqshom haqida gaplashamiz. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri. Unda boshladik. 2013-yil 19-noyabr Jahon chempionati saralashi ikkinchi bahsi Portugaliya Shvetsiya. Bundan oldin ham birinchi uchrashuvda 1-0 hisobida Portugaliya yutgandi va bu javob bahsi edi. Umumiy hisobda yutgan jamoa mundialga, mag'lub bo'lgan esa o'sha mundial orzusi armon bo'lgancha o'z uylariga ravona bo'lishi aniq bo'lib ulgurgan edi. Tabiiyki bu uchrashuvda eng asosiy qarama-qarshi figuralar bir-birini jini suymaydigan Cristiano Ronaldo va Zlatan Ibragimovich edi. O'yin ham aynan ularning qahramonliklari ostida o'tdi. O'yindan oldingi umuman boshqa joylarda aytilgan gaplar tufayli ham Ronaldoni Zlatan bilan o'z hisob-kitobi bor edi va aynan shu o'yin ortiqcha munozaralarga xotima yasadi. Bahsga to'xtalamiz. Birinchi bo'limdagi samarasiz urinishlardan so'ng 50-daqiqaga kelib Portugaliya yetakchisi Cristiano umumiy hisobni 2-0 ga keltirdi. Endi mundialdan umidi uzilgan shved muxlislarining tang ahvolini ko'ring. Shu pallada o'z vatandoshlarining peshonalaridan oqayotgan sovuq terni ko'rgan Zlatan siymosi katta sahnaga chiqdi. U qandaydir 4 daqiqa ichida 2 ta gol kiritib, umumiy hisobni 2-2 qildi. Dastlabki golni 68-chi, keyingisini esa 72-daqiqalarda kiritdi. Bittasi jinnilarcha jarima zarbasidan aynan Ronaldo uslubida kiritildi. Buni bir chetda kuzatgan Krironing ana endi haqiqiy tomoshalari boshlandi. Bechora shvedlarning xursandchiligi bor yo'g'i 7 daqiqaga cho'zildi. Portugaliya Shvetsiya hakam soatining millari 77 ni ko'rsatayotgan bir pallada Cristiano o'z golini yo'llab jamoani oldinga olib chiqdi. Bundan 2 daqiqa o'tib 79-daqiqada aynan uning o'zi butun Shvetsiyaga qo'shib Zlatanni Strawberry stadioniga ko'mdi. Raqib darvozabonini emaklatgan holicha kiritilgan gol Cristianodan hat-trick, Portugaliya esa mundialda